Leksiyemizi devamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşım. Yaponiya avamatgisi aeroplan yüklep yani aeroplan seplep Cenubi dengizge kirdi. Cungonan hayvisi düşürdü. Mavzulu haber 4. ayının 12. günü Dovitor beti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Yakından bire Yaponiya deniz qoğdunuş kısımları yişi belgelik tik uçar aeroplan seplengen avamatgine. Yişi belgelik avamatka tik uçar aeroplan seplengen. Avamatgin denizge ayda, Cenubi denizge ayda görüp 2016 yıl 4. ayının 12. günüden 16. günü geçi Endonezya denizde ötküzülgen Komodo belgelik köp taraflık deniz arbiye her bir manevra katlaştırdı. Yaponiya neşri kılındıgan diplomat jurnalının torbiyeti de 4. ayının 12. günü haber tarqıtıp mundaq görüstüldi. Komodo belgelik harbiy manevr Endoneziyanın garbi kısım ülkesi Sumatra ülkesinde Badung şehri etrafında ötküzüldü. Bu qatımqı harbiy manevr deniz üstüde muqimlik qoğdaşını davr kıldı. Yaponiya deniz qoğdunuş kısımlarının kumandanı Wu Jijiu mundaq görsetdi. Yaponiya Komodo harbiy manevri qatnış arqılıq qoğdunuş kısımlarının taktiklik iqtidarını östürüp qatnaşqış devletler oturысы işenç ve hemkarlıklı çoğunqurlaştırışta ümit qiliman dedi. Yaponiya qoğdunuş kısımlarının əməldarları mundaq görsetdi. Yişi belgelik Yaponiya avamatgısının Cenubi denizin ötüş yönelişi Amerika deniz armiyasının bunundan burun Jungo'nun arallarına yakın arlıqtan ötken yönelişke oqşumaydı. Lekin ismi aşkarlaşını xalımıgan Yaponiyanın bir nefer əməldarı Çenjin Shinwen gazetinin muxbiriga mundaq söhbət bayan qıldı. Yeşi belgelik avamatginin Cenubi Jungo denizde payda buluşu, Jungo'nun Cenubi denizdeki hareketine berilgen güçlük signaldır. Bunun sel burun Yaponiya harbiy parxotları Filipin'nin Sobek harbiy portu toxtulgan. Yana bir nefer ismini aşkarlaşını xalımıgan Yaponiya devlet müdafiə əməldarı Dumey Shinwen gazetinin muxbiriga ziyaretini qabul qılganda mundaq görsetdi. Yeşi belgelik avamatga Filipinni ziyaret qılganda dostluq münasibetini ilgili sürüp Jungo'ga besim payda qilishdak signal tarqatgan edi. Yeşi belgelik avamatkiga tek uçar aeroplan septengen. 2017 yıl Yaponiyanın tek uçar aeroplanı septengen Chuyun belgelik avamatkisi vazife öteş tapşırıldı. Yuqorqala Endonezya ketdi. Endi Filipinning arıldı harbiy portudum to'xtilgandi. Endi Chuyun markalik yana bir avamatka 2017 yılı vazife öteş tapşırıldı deydi. Yaponiya harbiy parxotinin tunji qitim Jillan harbiy portida payda bo'lganligi bu bir xatarlik signalda mavzuli xabar 4. ayının 13. günü Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Biz yuqorida boshda Yaponiya harbiy parxotlarının Filipinga kelganligini ve Endoneziyada manevra qatnashayotganligini aytdik. Endilikda mush 13. gündeki xabarda Yaponiyanın harbiy parxoti hozir Vietnam'ın Jillan harbiy portuga kirib keldi deydi. 4. ayının 13. günü Yaponiya deniz üstü qoğdunuş kısımlarının Yuming belgelik qoğluğucu parxoti ve Lauhu belgelik parxoti Vietnam'ın Jillan harbiy portuga kelip toxtadı. Bu toxtaş Yaponiya deniz qoğdunuş kısımlarının Jillan portuga tunji qitim kirişidir.
Mına aytqan bir parxotla emas, balki Yaponiya harbiy qismlariga tava harbiy parxotning Vyetnamning Jinlavan portiga tunji qatim kirishi, balki urushdan keyingi tunji qatim kirishidir. Yaponiya qo'g'dinish qismlarining qo'g'lug'uchi parxotining bu harakati Jungoning janubiy dengizdagi harakatini cheklashni maqsad qiladi. Yaponiyaning universal matbuoti bunday ko'rsatdi. Yumen belgelik ve Lauhu belgelik harbiy parxotlarning Jinlan harbiy portiga kirishi zapas harbiy amaldorlarni cheniqtirishning bir qismidir. Bu parxotlar port turgan mezgilde Vyetnam dengiz armiyasi bilan birlikte birleşme, cheniqish mashg'uloti elib bordi. Yaponiya dengiz qo'g'dinish qismlari bu qatim qo'g'dinish qismlari parxotning Jinlavan portiga kirib kelishini, okeanga yurish qilishini mashq qilishning bir halqasi deb ko'rsatdi. Yaponiya hukumat amaldorlari port kirish strategik ahamiyatlik ega tanlab olishdan tarixiy xarakterlik ziyoratdir deb tarifledi, tasvirledi. Mutaxassislar bunday ko'rsatdi. Bu bir xatarlik signal. Janubiy Jungo dengizining vaziyatini texmo murakkablashtirdi. Biz yuqorida Senator Harbiy ishlar komitetining Amerikadagi nopuzli qaror John McCain'ninki so'zlagan nutqini ko'rdim. Endilikda Indoneziyada Yaponiya harbiy parxotining paydo bo'lishi manevriga qatnashishi, Filippinda Yaponiya harbiy parxotining burunda sal burun berib kelib ketishi, endilikda 12 kunida Vyetnamning Jinlavan portiga Yaponiya harbiy parxoti avom matkisining haydab elib kirilishi, albatta bu rayondagi vaziyatga qanday taqobil turish va ya'ni siz biz uchun aytganda bu rayonning vaziyatini qanday baholash uchun yeterli material bo'la oladi. Biz yo'ldoshlar leksiya so'z, vatandoshlar leksiya so'zlaganda 3-oyning 29-kuni Yaponiyada tuzilgan va e'lon qilingan Yaponiya bexatarlik davlat bexatarligi qo'g'dinish qonuni to'g'risida to'xtalgan edi. Hozir shu qonun e'lon qilindi. Yaponiya armiyasining kollektiv qo'g'dinish huquqi qo'yib o'tildi. Yaponiya armiyasining chet ellarga yurish qilish huquqi, chet ellarga yurish qilish deganlik urush bilan emas, tinch yo'l bilan yurish qilish huquqi qo'yib o'tildi. Endi bugun shu tinch yo'l bilan Janubiy dengizni qo'g'dash degandek yoki Janubiy dengizga orilishish degandek mushundaq so'z va gaplar bilan bugun Yaponiyaning harbiy parxoti boshqa hisob qilmaganda tunji qatim Vyetnamning Jinlavan portiga, harbiy portiga kirib keldi. Bu Osiyo Tinch okean rayoni bo'lib Xitoyning Jungoning yiroq sharq dengiz sohiliga qanday ta'sir ko'rsatdi? Yiroq sharqning siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Bu ishlarni oldimizdagi vaqtlarda ko'ralaymiz, hurmatli vatandosh.